Bo'l. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu navbatdagi ishimiz Xudo xolasa Samarqand Pazargonga tayyorlab berdik. 24 talik Monika Cobra fasonda ishlangan, oyoqlari 3D gulli fason, yong'oqda o'zidan o'yilgan 100% to'lamiz yong'oq, ranglari shampan gold tayyorlab berdik. Materiallari koreyskiy Xitoy material, yaxshi material. Mo'yishchi demoqchiman. Arg'amchilardan foydalanganmiz. Oldi qismlariga ko'rib ko'rasiz, o'tish olib ishlab berganmiz. Orqa tomonlari ham pardalik, ruchkali qilganmiz. Xo'p, xonlar keladigan bo'lsa, xonlar razmeri 320 dan 640. Отдельный qo'ysa ham bo'ladi xonlarini. Shu holat ishlab bering dedi. To'ycha qilib bitta qo'ysa ham bo'ladi, men xonasiga отдельный qo'yib ishlatadigan qilsa bo'ladi. Xonlar 320 dan 2 ta 640 bo'ladi. Xonlar xon taxta vazifasini ham bajaradi do'stlar. Xonlar MDF dan, stollar 100% yong'oqdan. Shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol pastlarga aloqa chiqarasizlar. O'zimiz tayyorlab beramiz chorlik qilib. Bizim manzil Andijon viloyati Oltinko'l tumanida birinchi kod sexdan chiqaramiz. Buni narxi ko'radigan bo'lsa, buni narxi 24 taliga 13 million so'mga tayyorlab berdik do'stlar. Like bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar kanalga.